Assalomu alaykum, keling. Yaxshimisizlar? Tuzomsiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'g'lingiz yaxshilarmi? Rahmat, yaxshi. Ha. Biz endi nimalarimizga bir muxlislarimizga Serrozdan o'g'lingiz nima bo'lib tuzalganini aytib bersangiz. Men o'g'limga keldim. O'zi bittagina o'g'lim bor edilar. Jigar seryoz chiqarib berishdi. Endi jigar seryozdan tuzalmaydi deyishdi. Inan kelgan bega mana shu yoshlik ko'chasi shifoga, testiga olib keldim. Kelganimizda ko'raloq ko'rinib ketganimizdan keyin 6 oydan keyin yaxshi bo'lib qoldi degan xushxabarlarni eshitdik. Analizda yaxshi chiqdilarmi? Yaxshi chiqdilar. Analizlarga topshirganimizda boshda yomon chiqqanlar. Mana apparatlarga tushganimizda apparatlarda ham yomon chiqqanlar. Endi o'shanda keyin berdi 6 oy постоянно chiroyli davolandi. 6 oydan keyin borsak, rosa xushxabar eshitdik. Rosa chiroyli, yaxshi chiqdi, xudo xolisa. Avvalo xudo mana shu tuya sutini ichib, mana shu nimalarni atganlarni qildik. Ularga ham katta rahmat, tenjonlari sog' bo'lsin. Xudoyim bizga o'xshaganlar ko'payib, hammalari shifo topsin. Hozir o'g'lingiz shifo topganlarga 3-4 yil bo'ldi. Ha, 3-4 yil bo'ldi. 3-4 yil bo'lsa ham bular bahorda, kuzda kelib, tuya suti ichib, davoni qaytarib, kasallik qaytarlamasligi uchun kelib davolanib turishadi. O'g'illarga tabletkalar, mana tabiiy giyohlarni tabletka hech nima ichirmaylar. Hozir tabiiy shifo bo'lib, hamma yo'qlari 100% tuzalgan. Hozir ishlaylar, to'g'rimi? Ha, ishga boribdilar, xudo xolisa, tenjonlari sog', yaxshi yurishibdi. Farzandlari ham bor. Allohga shukr, o'ylatibsiz-da. Mana jigar serrozda tuzalib, bolali bo'ptilar. Allohu akbar, Allohu akbar.